Vaqtlar boshlaymiz. O'tgan darsda alkenlarni o'tgan. Demak, alken bo'lishga sabab nima edi? Qo'sh bog' edi-ya. Farqi yo'q endi. Ba'zi bir holatlarda alkenni ham o'tsa bo'ladi. Masalan, tarkibda qo'sh bog' tutgan. Endi alkendan boshlashga qaror qildik. Farqi ham yo'q. Endi alken bilan alkenni nima farqi bor avvalo? Xo'p, biz to'yinganga ajratdik, to'yinmaganga-ya. To'yinganlar nimalar edi? Alken shulardan. Xo'p, to'yinmaganlarchi? Alken, alkagen, aromatik birikmalar, to'g'rimi? Endi mana bu formula nima bo'lyapti? CnH2 bo'lsa alken bo'lar. Nechta kamayapti? Ikkita. Xo'p, bu mavzuning asosiy qismi nima ekan? Uch bog'mi? Demak, tarkibda uch bog' tutgan moddalar nima deb ataladi ekan? Alkenlar yoki atsidin uglevodotlar qatori. Tushunarlimi? Nima uchun atsidin deyishimizga sabab birinchi vakil-ya. Xo'p, mana bu holat nechini qabul qiladi? Birini qabul qila oladimi? Yo'q-a. Bitta uglerod bir o'zi. 3 ta bog'dan ulana oladimi? Yo'q-a. Ikkitadanchi bo'ladi-ya. Mana. N'ga 2 bersak, umumiy holat necha bo'ladi mana? N'ga 2 bersak, C2. H4 bo'lmoqchi edi, 2 ni ayryapmiz. 2. Tushunarlimi? Yoki N'ga 3 bersangiz. Nima bo'ladi? H4. Tushunarli? Baribir homolog qator nimani farqlayapti? H2 guruhdanmi? Xo'p, yaxshi, mana shu hammasi H2 guruhdan farqlanadi. Endi nomlanish qanday bo'ladi? Nima tomondan nomlaymiz? Xo'p, an masda yoki n masda oxiri nima bilan turadi? In. Uch bog'ga yaqin tomon bo'lish kerakmi? Yaxshi, mana bir boshdan boshlab ketaveramiz. Asbenni o'zini yozsak, izomeriya bormi? Yo'q. Shunchaki mana uglerod yozaman. Uch bog' bilan yozib qo'yaman, bo'ldi. Mana shu qism nima? Asitlaymi? Birinchisi. Xo'p, ikkinchi holatchi propin. 3 ta uglerodi bor. Bu qabıqlar farqi yo'qmi? Mavqedagi. Demak, hozirda izomeriya yo'q. Butindan o'ylab ko'rsak bo'ladimi? Butin mana. Xo'p. Butin C4H6. Uglerodlar soni 4 ta. mana 4 ta yozaman. Bu mavzu birinchi holat nima? Uch bog'mi? Uch bog'ni hallab olamiz. Mana. Bu tarafdan qilsang nima bo'ladi? Xohlagan tarafdan. Bundan xohlasangiz bunga qo'y, xohlasangiz bundan. Bir deganda bir degan ishorani bersa bo'ldi. Bir desak bir degan ishorani berdimi? Siz mana bilan qo'ymoqsiz, farqi yo'q. Bir desam bo'ladi. Xo'p, O'rtasiga qo'ying. yaxshi. Buni nomlab olaylik-da. Nima bo'ladi? 1, 2, 3, 4. 4 talik bo'lsa butan bo'lardi alkanlarda. Bunachi? Butin 1. Tushunarli? Birinchi holat. Xo'p, uzun zanjirni qisqartirmasdan nima qilsak bo'ladi? Uch bog'ni sursak bo'ladimi? Mana. 1, 2 desam. 1, 2 desam, mavqedagi butin 2. Endi qo'shma uzasizsiz? qo'sh bog'ni mana bu tomonga sursam, foyda yo'qmi? Xo'p, qarang, qo'sh bog'ni uzasizmi deyapsiz? Qo'sh bog'ni ussam, mana bu mazdan chiqib ketaman. Qo'sh bog' emasda uzun zanjirni uzishimiz mumkin, to'g'rimi? Qisqartirsak 1, 2, 3 deb yozaman. Endi qarang, birinchi bu mavzu uch bog' muhimmi, radikalmi? Uch bog' qo'ysam, mana bu uglerod radikalni qabul qila oladimi? Yo'q. Mana bu uglerodchi? Yo'q. O'rtaga qo'ysakchi? Qabul qila olmaydi. Nimaga? 5 valent. Regular qoidasiga bilan bunaqa holat mavjud emas. Tushunarlimi? Demak, bor yo'g'i nechta izomer bor ekan? Ikkita. Tushunarlimi? Xo'p, keyingi holat C5. Uchinchi o'zgarish to'g'ri kelmayaptimi? Bu Mana buni aytyapsizmi? Siz mana bunda bitta uglerod bermoqchisizmi? Bitta uglerod bersa sanab qo'lini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 valentga bo'lish mumkinmi? Mabodo mana buni bunga bermoqchi bo'lsangiz, birinchi ish uzun zanjir topiladimi? Uzun zanjir topsak 1, 2, 3, 4 deb mana buni takrorlab qo'yadi. Butin 1 ni. Xo'p, keyingisi C5 H8. Uglerodlar sonimiz demak 5 ta. Xo'p, birinchi uch bog'. Mana shu holatda, to'g'rimi? Nomi nima bo'ladi? Pentin 1. Keyingi holat nima qilsak bo'ladi? Pentin 2. Bir yozingiz. ha, pentin 1 yaxshi. Endichi Pentin 2. pentin 2. Pentin 3 bormi? Yo'q. Nimaga? Takrorlanib qoladi. 2 ni takrorlab qo'yadimi? Ha. Xo'p. Endi nima qilamiz? Birinchi qisqartirib nimani qo'yamiz? Radikal. Yo'q, 3 bor. Qo'shboq Qo'shboq yo'q.
Uch bog'. Qisqartirsak, nechalik bo'ldi? Mana. Mana shu holat qo'ysak. Mana bu qabul qiladimi? Yo'q. Buchi. Qabul qiladi. Siz qabul qilmaydigan tushunibsiz. Qarang. Mana bu nechta uglerod bor? 1, 2, 3, 4, 5 mi? 5talik holatlar tugadimi? Ha. Uzun zanjir bitta, qisqa zanjir degani, bitta uglerod uzun degani. Mana shu yerdan bitta uglerodni uzsak, bu nechta vodorod bilan keladi? O'zi mana shu uglerod nechta vodorod tutadi mana shu holatda? 3 tami? 3 ta bitta uglerod, 3 ta vodorod tutsa metil deganimi? Ha. Metilni nechaga qo'yolmaymiz? 1ga qo'ya olmaymizmi? Mana bu yerga qo'ysam, uzun zanjir yana 5 ga bo'lib ketadimi? Bu yerga qo'ydik. Tushundingmi? Nomi nima bo'ladi? Qaysi tomondan nomlaymiz? Yaxshi o'ylamadi. 2 metr deganlarni to'g'ri nomlamoqchimi? 1, 2, 3, 4. Nima bo'ladi? 3 metil. Kenchi? Butin 1. Xo'p, yana nima qilsak bo'ladi? Boshqa yo'qmi? Mana bu sursakchi, 3 bog'ni. 5 bo'ladi. Ha? 3 bog'ni shu mana bunaqa holat yo'qsak, kimdir aytadimi? Mana. Xo'p, qaysi mana shu holatlarda radikal qabul qilish? Yo'q. Agar 3 talik zanjir qilmoqchi bo'lsak-chi? Bo'lmaydimi? Keyingisi geksinni ko'raylik qani? C6 qancha necha? 10. Mana. Bo'ldimi? Yana. Xo'p, mana 3 bog'ni qo'ydik. Nomi nima bo'ladi? Geksin 1. Sursak bo'ladimi? Xo'p. Mana geksin 2. Keyinchi geksin 3 bo'ladimi? Geksin 4 bormi? Yo'q. Nima qilamiz? Qisqartirsak. 5 ta bo'ldimi? Birinchi 3 bog'ni qo'yamiz. 3 bog' bor joy radikalni qabul qilmaydimi? Yo'q. Mana bu yerga radikal qo'ysam bo'ladimi? Qisqa 3 qo'ydim. Qaysi tomondan? 1, 2, 3 deymanmi? 1, 2, 3, 4, 5. 3 metil pentin 1. Yana nima qilsak bo'ladi? Qo'sh bog'ni surishdan oldin. Radikalni. Mana radikalni sursakmi? 4 metil pentin 1. 4 metil pentin 1. Yana nima qilsak bo'ladi? Qo'sh bog'ni sursak bo'ladimi? 3 bog'. Ha, 3 bog'. Yaxshi. 5 taliklikcha holatmi hozircha? Ha. Mana 3 bog'ni mana bu tomonga sursak, keyinchi mana bu qabul qiladimi? Yo'q. Nima bo'ladi? 4 metil pentin 2. 4 metil pentin 2. Yana nima qilsak bo'ladi? Yo'qmi boshqa holat? 4 talikka imkon bormi? Yo'q. 4 talikni yozib ko'ramiz. Mana. To'g'rimi? Xo'p, mana bunga 3 bog' bersak, 2ga nima beramiz? 2 ta metil bersak bo'ladimi? Bo'ladi. Xo'sh. 3 mana bu qabul qilmaydi? Yo'q. Mana. Nima bo'ladi? 3 dimetil 3 dimetil pentin 1. butin 1. Yana nima qilsak bo'ladi? Ha, yaxshi savol. Metil emasda etil bersam deyapti. Xo'p, agar mana shu 3 ga etil bersak bo'ladimi? Yo'q. Nimaga? Yo'q. 5 valyuta yo'q. Yo'q, 5 valyuta bo'lmaydi. Mana bu yerga etil qo'ymoqchi. Xo'p, Siz o'z ikkinchisiga etil qo'yib bo'lmaydigan-ku. mana sinab ko'raylik. 1, 2, xo'p, 3 4 talikmi? Mana. Endi jasini nima deyapsiz? Mana yerga etil qo'yamiz deyapsizmi? Mana. Xo'p, endi o'zingiz o'ylang. Birinchi ish nima topish edi? Uzun zanjir topishmi? To'g'rimi? Uzun zanjir topsangiz, qo'shmoq yaqin tomondan boshlaysizda 1, 2, 3, 4 demoqchisiz. Lekin bu 1, 2, 3, 4, 5 demoqchi.
Tushunarlimi? Yana qaysi holat bor? Boshqa holat bormi, yo'qmi? Ko'ringlar yana. Yo'qmi? Xo'p, kimdir savol beryapti, 2 da etil qo'yib bo'lmaydi deyapti. Qanday tushuntirganmiz? Bu alkan mavzusiga. Ha, yaxshi. Zarar yetmasa, ya'ni uzun zaryadni tarmoqlantirishga xalaqit bermasa, bemor 2 qo'yaversangiz bo'ladi. Algenlarni qaysi izomerda bo'ldimi? Yaxshi. Tushunarlimi? Kimda savol bor? Savol yo'qmi? Bu sistematik nomenklatura bo'yicha nomlasa, ratsional nomenklatura bo'yicha nomlashni ham tushuntiraman. Xo'p, endi ratsional nomenklaturada qanday bo'lardi? Masalan, alkanlarni nima qilardik? Metan deb to'rtburchak qo'lardikmi? Sikloalkanlarga metilen guruh, ya'ni SH2 guruhni yozamiz. Alkenlardachi etilen deb olardikmi? 5 bog' qo'ysak, bunda 3 bog' bor joyni nima deb olamiz? Atsetilen. Tushunarlimi? Xo'p, mana shuni o'zini nomlab berdingiz, bitta 3 bog'mi? Nomi nima? Atsetilen chiqadi shu joyda. Mana buni nomlab berdingiz-a, mana shu joyini to'rtburchakka olamizda, ko'cha qolib ketgan radikal nomni aytamiz. Metilmi bu? Metil Atsetilen. Metil etil desam. Yo'q. Qarang, u sistematik nom bo'yicha nomlayapmiz. Ratsionalda tarixiy mana bu atsetilen bo'yicha nomlaysiz. Xo'p, keyingisi mana bunda nima qilamiz? Mana shuni to'rtburchakka olsam, Dimetil. qani dimetil? Etil. Qani dimetil? Etil. Qarang, mana bu nechta odam qabul qiladi? 3 ta. SH 3 ma? Buchi. 2 ta. SH 3 SH 2 ni ko'rsak nima nomi? Etil. Etilmi? Etilmi? Xo'p, mana etil Atsetilen. deb yozib qo'ysam bo'ladimi? Kasmda metil deyapsizmi? Qani metil qismi? SH3, u SH3 alohida boshqa modda bilan bog'lanyaptimi yoki SH2 bilan bog'lanyaptimi? Mana. Mana shu etan edi-ya. Dimetilda shu. Shunaqa edimi? Etanmi? O'sha etandan bitta vodorod kamaytirsak, etil bo'lardimi? Etil mana. Mana shuni yuksak nima bo'ladi? SH3 SH2 bo'ladimi? Tushunarlimi? Qaysida? O'yindan vodorod kamayyaptimi? Nechta uglerod bor? Ikkita vodorod nechta? 5 tami? Bu yerda SH3 SH2 degan nechta degani? 8H5 deganimi? Yaxshi. Xo'p, mana buni nomlamoqchi bo'lsak, mana shu qismni atsetilen deb olamizda. Dimetil. Dimetil atsetilen. Tushundingmi? Deb yozib ketsak ham bo'ladi. Xo'p, keyingilari bu edi. Mana pentingga kelamiz. Shu uchun tarmoqlangan radikallarni yaxshi o'rganish kerak. Propil atsetilen. Propil atsetilenmi? Sabina tushunasizmi? 3 ta o'ylab qo'ygandim shu. Mana buni to'rtburchakka olaman. Mana bu uglerod ko'chab qolib ketdi. Nima nomi? Metil. Metil etil deb yozib qo'ysam tushunasiz endi. Xo'p, qolganlarga savol beraylik. Narsa biladi. Nima bo'ladi? Bu ham shunday. Mana bu nomi nima? Izopropil. Nimaga izopropil? Ikkinchisida joylashgan. Xo'p, izopropil atsetilenmi? Yaxshi. Tushunarli? Xo'p, yarangda bormi? Bu tomon o'tamiz. Mana bu qism. Nima bo'ladi? Mana buni to'rtburchakka olsak, butil deb yozib qo'yamiz. Xo'p, bu nima bo'ladi? Propil atsetilen. Tushunarli? Etil atsetilen. Etil atsetilen. Deb yozib qo'yamiz. Xo'p, mana bu qism bo'yicha kim aytadi? Ikkilamchi butil. Ikkilamchi butil ma'ni shu. Xo'p, nima ekan ikkilamchi butil bo'lmasa? Nima ekan? Aytinglar qani? Ikkilamchi butilmi bu yo izobutilmi? Yo'q, ikkilamchi butil. Ikkilamchi butil. Nima uchun ikkilamchi butil? Ikkita uglerod bilan bog'lanib, keyin bog'lanyapti. Izobutil bo'lganda qanday bo'lardi? Ikkinchisida joylashgan. Izobutil bo'lganda birinchisidan 4 ta bo'lardi-da, mana bunday. 2 da joylashgan. O'sha birinchisi. Mana bundan emas, bundan bahos qiladimi? Endi buni ko'ring ham qaysini bahos qilyapti. Tushunardimi? Shuning uchun buni nomi nima? Ikkilamchi butil atsetilen. Yaxshi.
butil asetil mana adibaslar. Xo'p. Mana bu holatga nima deysizlar? Mana to'rtchakka olaman. Izobutil asetil. Izobutil asetil. Tushunarlimi? Esimizdami? Xohlagan izomerlarni yozasan, to'g'ri birinchisidan kamaytirsang, so'z nimaga aylanadi? Ilmat. Butanni ikkinchi izomer nima? Izobutan edimi? Shundan birinchisidan bitta adad olib ketsang, izobutil bo'ladi. Tushunarlimi? Gibridlanishi mana sp ekan. Ya'ni 3 bog' bor joyga qo'ysak, gibridlanish doimo sp ga gibridlangan bo'ladi. Savollar bo'lsa beringlar. Yo'qmi savollar? Yo'q. Yozinglar. Xo'p, endi qarang. Algenlarning olinishi xossasi deyapti. Birinchisi asetilliklarni gidrolizlab yoki kislota qo'shib deyapti. Bu o'zi qaysi vakil? Karbidlar, to'g'rimi? Alyuminiy karbid bor edi. Shularni karbidlarning hosil bo'lishiga qarab guruhlarga bo'lardik-ku. Masalan, qarang. Kalsiy karbid bor, ha? Kalsiy ugleroddan ikkitami? Ikkita. Mana shuni gidrolizlab deyapti. Suv qo'shsak, suvni nima deb tasavvur qilardik? HOH mi? HOH deb tasavvur qilsak, mana. Metal o'ziga tegishli qismi nima? OH mi? OH. Kalsiy kelib OH ni biriktirib ketadi. Mana kalsiy OH 2. Endi uglerodlarchi, uglerodlar qaysi? Gaz chiqib ketadi. Uglerodlar mana bu holatda yoziladimi? Umumiy holat. Ikkita uglerod. Aha. Nimani o'z qiladi umumiy holat? Eski H2 hosil qiladi. H2 nimani o'z qildi? Asetil. Asetil. Tushundingmi? Yo'q, tushunmadim. Qarang. Xo'p. Bitta vodorodni OH yozib oldik. Bu vodorod qolgandan keyin SH bo'lib qolyapti. Nimaga SH2 qilib olyapsiz? Qanday SH2 deb olgan? Rostdan ham SH bo'lyaptimi? SH mana qarang. Mana bu H ga bitta uglerod molerga birikadi. Hop. Mana. Kalsiy karbidga suv qo'shsak, kalsiy nimani biriktirib ketdi? OH nima? Kalsiy OH2. Nima qoldi? Vodorod qoldimi? Bitta vodorod qoldi. Bitta vodorod o'z uglerod mana shu 3 holatda yozilgan bu mavzuga. Mana uglerod nechta vodorod qoldi? Bitta. Buni hamchi. Bitta. Umumiy nimani o'z qildi? C2 H2. Tushunarlimi? Xo'p, mana shunga mabodo xlor kislota qo'shsak mana o'z qiladi. Mana H xlor deb yozsam. Kalsiy xlorid, eski H2, keyin asetilin. Tushunarlimi? Xo'p, yoki masalan boshqa karbidlar berilli 2, uglerod 2. Bundan ham nima chiqadi? Umumiy gidrolizlasak? Berilli OH bilan. Aha, berilli OH 2 plus C2H2. Yoki qolgan vakillari propanitlar ham bor. Masalan, magniy 2, uglerod 3. Mana shunga suv qo'shsak, endi 3 tali uglerod bor bo'lgan modda qaysi alkinlarga? Propinmi? Nimani olamiz? Magniy OH2 plus S3 H4. 8 deymizmi? 4. Xo'p, tushunarlimi? Birinchi holat mana. Yoki mana shularga nima qo'shsangiz bo'ladi? Xlor kislota qo'shsangiz bo'ladimi? Magniy xloridni nimani hosil qiladi? Yana propinni. Tushunarlimi? Yoki kislotalar xullas yoki gidrolizlab olamiz. Birinchi holat tushunarlimi? Ko'pchilik adashadigan joyda, masalan, alyuminiy karbid. Alyuminiy karbidni yozib metan chiqaradi, buni ham yozib metan chiqaradi. Yo'q, alyuminiy karbidda metan chiqadi, bundancha asetil. Tushunarlimi? Birinchi holat. Ikkinchi holat. Geminal va visinal birikmalarni kaliy hidroksining spirtli eritmasini qo'shish orqali deyapti. Xo'p, o'zi geminal birikma qanday edi? Visinal birikma qanday edi? Geminal bitta uglerodda bitta uglerodda galogenlar joylashar edimi? Vitsinaldachi? Qo'shni galogenlar joylashadi. Ajratilgan ham bor-a? Ajratilgan bunga mavzu kerak emas-a? Xo'p, endi geminal va visinal birikmani qanday olishimiz mumkin deb savol berishingiz mumkin. Buni bittasini o'tgan dars o'tdik. Masalan, qarang. Xo'p, C2H4 yozsam, buni agar men yoyib yozsam, vodorodda ikkitadan, ha? Mana. Umumiy holat. Yana tepaga qo'ysak. Mana shunga biz brom qo'shsak. O'tgan dars nima dedik? Alkenlarda. Bromin suvini akslantiradi dedikmi? Akslantiradigan bo'lsa mana bu holat bo'ladi. Uglerod, mana bu ikkita holatga nima keladi? Brom. Mana. Tushundingmi?
umumiy holatda. Endi mana shu qanaqa holat bo'ldi? Visinal holat. Visinal endi mana nimasi ketadi? Bog' uziladi. Bog' uziladimi? Ha. Mana bu adatlarni qo'yaylik. Hop, SH. tepada ham. Tushunarlimi? Odatda reaksiya kirishganda nimalar uziladi? Bog'. Bog'lar uziladi, ya. Mana qo'sh bog' edi, oddiy sigmaga aylanib qoldimi? Tushunarlimi? Ikkita brom, ikkita uglerga keldi. Xo'p, bu birikma geminalmi, vitsinalmi? Qaysi biri? Vitsinal, ha? Vitsinal. Mana vitsinal bu birikma. Mana shu birikmaga mana endi qisqartirib yozsam tushunasizlar? Padotlarni tashlab. Kaliy gidroksidning qanaqa eritmasini qo'shamiz deyapti. Spirtli Spirtli, eritmasi. chunki suvli qo'shsam nimaga aylanib ketadi? Spirtga aylanadi. Bizga spirt kerak emas mana. Kaliy OH. Endi mana bu jarayonda nechta kaliy qatnashadi? Ikkita Bitta, kaliy. ya. O'tganda bitta brom bo'lgani uchun bitta qatnashdimi? Bitta bromni o'zgani uchun bitta yangi bog' berdimi? Bitta. Endi ikkita Ha, yaxshi. Mana bu yerdan ikkita holat ketadi-da. Ikkita nima hosil bo'ladi? Ikkita kaliy Kaliy bromid. Endi qarang. Kekulen qoidasi bo'yicha mana bu o'zining vadoqlari bormi? Nechta vadoqi bor? Ikkita. Bittadan mana yozib qo'yaylik mana. Endi nima bo'ladi? Mana shu holatdagi vadoqlar chiqib nimani bilan reaksiya qiladi? OH. Nima hosil? Ha, suv. 2 mol suvmi? Ha. Natijada nechta bog' uzdik? Ikkitami? Ikkita bog' uzdik. Mana. Nimani oldik? Uglerlar soni nechta? Ikkita atsilinli oldik. Atsitilin, tushunarlimi? Xo'p, birinchi holat biz qanaqa birikma oldik? Ya'ni visinal birikma oldik-a? Mana shu holat. C2H4 demak, o'tgan narsaga brom qo'shdik. Brom nima qildi? Bog'larni uzdida visinal birikmani hosil qildi. Tushunarli? O'zini tushunmadim. Qayerga? Qarang, mana bu holatni tushundingizmi? Alkenlar mavzusi. Alkenlar mavzusi mana C2H4. Shunisi shunaqa yoziladi. Bunga tashqaridan brom bersak, bog' uziladi. Mana shu yerda bog' uzilyapti. Bog' uzilgandan keyin bitta bog' uzdikmi? Bitta bog' degani ikkita arbitraj deganimi? Mana buning bir qismi, mana buning bir qismi. Ana shu uzilgan joylarga nima kelyapti? Brom kelyapti. Nachalik qolgan material saqlanib turibdimi? Endi tashqaridan mana shu moddaga nima qo'shyapmiz? Kaliy gidroksidning qanaqa eritmasi? Spirtli. Kaliy nimalarni olib ketadi? Galogenlar nima? Mana ikkita kaliy kelib, ikkita bromni olib ketdi. Xo'p, tepadan OH qoldimi? OH ikki tomondagi ikkita vodorodni olib ketadi. Ikkita vodorodni OH olib ketsa nima qoladi? Suv qoladimi? Ha, ikkita suv. Endi nechta bog' uzdik mana? Mana bundan bitta bog' uzganimiz uchun bitta bog' keladimi? Undan mana bundan bitta bog' uzsangiz yana bitta bog' keladi. Jami 3 bog' hosil bo'ldi. Ikkita bo'lyapti. Mana qarang. O'zini bitta bog'i bormi o'rtada? Mana bu ikkita emas, mana bundan bitta uzdim, bundan bitta. Ikkita orbital uzdim degani bitta bog' deganimi? Mana shuni uzdim, mana shuni uzdim. Uzganimda mana bitta bog' berdim. Endi qarang, tepadan ham bitta orbital uzdim, bitta orbital uzdim. O'sha uzgan joylarni biriktirib qo'ydim. 3 bog' bo'lib qoldi. Xo'p, keyingisi masalan geminal birikma qanday olinadi deb savol berishingiz mumkin. Aldehidlar formulasini hamma biladi, ya? Birinchi kirish qismiga yozganmiz. Mana. Etanol formulasi to'g'rimi? Mana bunga biz mabodo xo'p fosfor 5 bramid qo'shsak, reaksiya mexanizmi qanday bo'ladi? Kimda fikr bor? Xo'p, vodorodlarni qo'yib chiqardik. Birinchisi nechta vodorod? 3ta. Ikkinchisi 2ta. ikkita. Bunda vodorod yo'q-a? Xo'p, reaksiya mexanizmini kim aytadi? Qanday fikrlar bor? Biz geminal birikma olmoqchimiz. Geminal birikma degani nima degani? Bitta uglerod ikkita galogen joylashish. Hop, bitta uglerodda ikkita galogen joylashish uchun endi tushuntiringlar-ku. Nima qilamiz? Kimda fikr bor? Nima qilamiz? Qayerdan holatlarni olib kelamiz? OH o'ziga bo'ladi. OH Kislorod O. aha, kislorodni olamiz. Keyin bitta fosfor bilan bitta bromda qo'yiladi joyiga. Fosforga teginsa foydasi yo'q-da. Ikkita brom bor. Aha. Bitta 100 mingtalik pul, ikkita 50 mingtalik pul. Bunda ham shunaqada. Ana bitta kislorod nechta brom egallaydi? Brom berib necha valyentli? 5 valyentli? 1 valyentli masala bo'ladi. Xo'p.
Mana qaraymiz. SH3, SH2, uglerod, H yozamanda, kislorodni chiqarib olaman. Kislorod nuri nechta brom bosadi? Ikkita. Mana. Brom. Mana. Natijada bizda hosil bo'lyapti. Mana bu qismini yozib qo'ysam bo'ladi. Fosfor. Endi bromlardan unga kislorod keladimi? O, bromdan nechta qoldi? 3 ta qoldi. 3 ta. Mana. Fosfor oksibramid. Tushundingmi? Mana bu qanaqa birikma? Geminal. Geminalmi? Ha, bunga ham ishqorning qanaqa yetmasi qo'shamiz? Spirtli yetmasi qo'shamiz. Nechta ketadi spirtlidan? Ikkitami? Mana Mana ikkita kaliy OH qo'shsak, hop, endi qaraymiz. Kalibromid, ikkita kalibramid plus endi qarang, suv hosil bo'lish jarayonida mana bu vodorod olib keta olamizmi, yo'qmi? Yo'q, ha? Buni olib kelsak o'zi keyin mana bu qism qolmaydi-da. Qaysiga hujum qilamiz biz? o'sha o'rtadagi ikkitani olib kelsak bo'ladimi? Ikkitani olib kelsak, suv hosil bo'ldi. Endi nima qoldi? Mana qaraymiz. Uglerod yozaman. Demak, birinchisi nechta vodorod bor edi? 3 ta. Keyingisi necha mana bundan? Bitta. Bundan ikkitani olib ketdikmi? Nechta bog' beramiz? Ikkita bog' beramiz. Mana. Nimani oldik? Propin. Tushunarlimi? Biz ikkita bog' olganingizga ikkita bog' qo'yasiz, ikkita olganingiz bu yoqqa o'tkazganingiz uchun. Ha, shunday. Tushunarlimi? Demak, geminal birikmadan yoki visinal birikma. Sizga mana shunaqa savollar kelib qoladi-da, mexanizm sertifikati. Mana bu narsani beradi-da, fosfor 5 bromid deb. Balki shuni o'zi kelib qoladi. Kim biladi? Ondan aytib bo'lmaydi, kelib qolsa yozasiz. Mana shu holat qo'shdingiz. Keyin o'shanga kaliy gidroksid nima yetmasini qo'shadi? Spirit yetmas. O'ylamasdan bittani yozib ketasiz. Tushunarlimi? Lekin mana bu holatlarni bilmasangiz, qiynalasiz. Tushunarlimi? Kimdan savol bor, so'ranglar. Faqat birikmani farq qilyapti, geminal va visinal. Ajratilgan tegishli mavzuga. Keyingisi algenlarning monogalogenli hosillariga kaliy gidroksidning sirtli yetmas. Farqi yo'q, kaliy gidroksid bilan ishqor desak ham bo'ladi-ya, umumiy. Xohlagan ishqor qilsangiz bo'ladi. Xo'p, algen mana saqlab turibdi-ya. Reaksiya mexanizmini kim tushuntiradi? Nima qilamiz? 3 bog'ga aylantirishimiz kerak. Kaliy kelib nimani olib ketadi? Xlorni oladi. Kaliy kelib mana xlorni olib ketdi. Kaliy xlor Kaliy xlor ketdi. Endi Mana bundan nimani olib kelsak bo'ladi? bitta vodorod. Bitta vodorod, bitta proton deganimi? Bitta proton OH-ni biriktirsa, Suv hosil qiladi, bog' chiqadi bu yoqdan. yaxshi. Biz mana bu yerdan orbital o'sdikmi? Bundan bittami? Bundan ham bittami? Ikkita orbital degani bitta bog' deganimi? Nima yozamiz? S. Xo'p, S. 3 bog'. SH. Tushunarlimi? Mabodo mana shunga qarang. C3 H7 deb yozsamda, mana. Xlor H2. Xohlagan ishqor qo'shsam masalan natriy OH. Xo'p, Natriy xlor bo'ladi. reaksiya mexanizmi. Natriy keladi-da. Xlorni olib ketadi. Mana bu yerdan OH bitta vodorodga hujum qiladi. Natijada uzun zanjir qilib yozsam tushunasizmi endi? Natriy. 1 2 3. Xo'p, yana endi mana necha bog' qoladi? 3 bog'. SH2lik nima qoladi? SH. Yana bizga nima hosil bo'ldi qo'shimchasiga? Natriy xlor plus suv. Xo'p, nomlanishi. Endi vodorodga yozsam tushunasizlar-a? 1 2 3 4 5. Pentin 1. Savollar kim qayerga tushunmadi so'ranglar. Ustoz, bunda nimaga hozir qo'shboq turibdi-ku, ikkitasidan uzilib, ikkita bog' emas, bitta bog' bo'lib ketyapti. Bundan oldingisida lekin Yaxshi. ikkita bog' U hisoblanadi. qanaqa modda edi bundan oldingilar? Mana. Umumiy o'zi mana bitta uzilgani bor edi-da. Mana buni uzdingiz, uzgandan keyin orbital yo'qolib qoldi. Lekin mana bu holatni qarang. Bu holatda o'zi uzilmagan holat ikkita bog' bilan turibdi-da. Qarang mana shashilar. Biz mana bitta bog' desak, mana shu bitta bog' sigmaya. Bunga tashqaridan nechta bog' bersam 3 bog' bo'ladi. Ikkita. Ha, tepadagi modda nechta bog'ga muhtoj edi? Ikkitaga muhtoj edimi? Endi bunga qarang. O'zi mana bu modda nimasi bor? Qo'shbog'i bormi? Qo'shboqqa tashqaridan nima bersangiz 3 bog' bo'ladi. Bitta bog' bersangizmi sigma? O'sha bitta tashqaridan bog' bersangiz 3 bog' bo'ladimi? Mana bu muhtojlik darajasi nechaga teng? 1 ga tengmi? Tashqaridan bitta bog' qabul qilsa nima bo'ladi? 3 bog'. Ha, tepadagicha tashqaridan nechta bog' qabul qilsa 3 bog'ga aylanadi.
Ikkitami? Tushundingizmi farqini? Farqini tushunyapman, lekin bundan ham, pastagisidan ham, Aha. ikkitasidan ham uzyapmiz-ku. Qaysidan o'zyapmiz? Mana sizlar xlor Xlor bilan bilan SH2dan Aha, olyapmiz. xo'p. Ikkita bog'ib ketmaydimi? Ikkita bor. Ikkita bog'lanadi. Qarang. Mana shundan uzikan, mana shu bitta qismi uzsak bitta orbitalmi? Mana buni bitta vodorodi bor edi, u ham bitta orbitalmi? O'sha kimyoda nima deydi? Har bir bog'ni hosil qilish uchun ikkita orbital qatnashadi. Mana. Mana buni bitta orbital uzildi, bitta. Mana buni ham bitta orbital uzildi, bitta. Shu orasidan bitta bog' berdim. O'sha bergan bog'im mana. 3 bog' bo'ldi. Tushundingizmi? Xo'p, keyingisi endi buni hamma tushunadi. Turli xil moddalarni dehidrogenlab yoki parchalab boshlangan bo'ladi. Qanaqa reaksiyalar bor edi? Masalan, etanol C2H6. Buni demak yuqori haroratda qizdirsak, nima bo'ladi? Umumiy holatda C2H2 plus vodorodni hosil qiladi. Tenglashtirib uchun nima qilamiz? Yoki metanni necha gradusda qizdirib olsak bo'lardi? 1500 mi? C2H2 plus vodorod. Tushunarlimi? Hisob qo'yardik. Managa 2, managa 3 mi? Xo'p, yoki Berkler usuli bo'yicha 1892-yil elektr yoyi usulida uglerodga vodorod qo'shib olsa bo'ladi. C2 H2 ni olsa bo'ladi. Tushunarlimi? Uglerodni oldiga 2. Yoki masalan, xo'p, C3H8 desak, buni ham dehidrogenlasak maxsus sharoitda C3H4 va vodorod chiqadi, ya? Bundan muammo yo'q ko'pchilikda, to'g'rimi? Shunchaki yodlab qo'yasiz. Mana bu necha gradus? 1500 gradus. Mabodo mana shu 1000 gradus bo'lganda nima chiqardi? Yo'q, 1000 gradus. Uglerod bilan vodorod 1000 da o'tgan narsani yozdik. Mabodo 500 bo'lsa-chi? SH4. SH4 turibdi-ku. S2H4 bilan vodorod. Bu 500 gradusdir. Tushunarli? Keyingisi alginlanish reaksiyasi. Demak, alginlarning qanaqadir natriyli xoslasi turibdi. Mana unga alginlanish reaksiyasi bo'lyapti. Menimcha reaksiya mexanizmini hamma tushundi. Adolf Yuris darsida o'tganmiz. Natriy nima oladi? Xlorlardan oladi. Natriy. Shu shunchaki qo'shilib qo'yadimi? Mana natriy xlorid. Natijada bu nima bo'ladi? SH S2H5. tushunarli? Mana bu yerda C2H5 harfini yozib to'g'rimasin. Qo'lga radikal yozsak bo'ladimi? Xo'p, yoki mana shu kumushli hosillarning ham bo'ladi. Farqi yo'q. Masalan, qarang. C4H9 H. Mana yerda deylik biz kumush yozsakda, bu tomondan teskari qilib xlor. Xo'p, xlor C3H7 yozsak. Qanday bo'ladi jarayon? S9. Kumushga nima olib ketadi? Xlorni. Cho'kma. Kumush xlorid cho'kma, oq ranglimi? Ha. Yaxshi. Endi xullas mana shu qism bunga birikadimi? Ha. Yaxshi. Yig'inni qilib ayta olamizmi? S16. S necha bo'ladi? Yo'q, endi jasini yig'amiz deyapmiz. Bu hammasi. Hammasini. Ha. 9ta bo'ladi, to'g'ri. 9ta bo'ladimi? Ha, 9ta. Vodorodchi 16ta. 16ta. Nimani oldik? 7 lekin 9talik vakilni nimani oldik? Noning. Yaxshi. Qarang. Uglerodni mana buni tushundingizmi? Uglerodlarni yig'yapmiz. Uglerodni 4ta, mana bundan 5ta, 6ta, 6 qo'shni qo'shsangiz 9ta. Vodorodlarni yig'yapmiz. 9ta, 10ta, 17ta. 17ta mi? Ha. 17ta biz to'g'ri keladimi? Yo'q. Mana bu yerda 5 valentli bo'lib ketgan. Qaysi? O'rtada 3 bog'i bor uglerod. Vodorodni o'chirib qo'ying shuni. Buni ust. Ha. Bo'ldi, endi to'g'ri. Tepadagini ham to'g'rilashimiz kerak bo'lmasa. Ha. U ham tagidagi ham. Tushundingmi? Mana 5 soniya bo'lib ketdi. Keyingi holatini tasavvur. Umumiy holat shu. Keyingisi
Malen kislotaning kaliyli tuzini elektroliz qilish orqali kimlarga o'tganmiz? Malen kislotani, shuning sis transolati bor. Transolati nimani beradi? Xumar kislotani. Endi mana bu reaksiya, mana shu malen kislotaning qanaqa tuz ekan? Kaliyli tuzi. Mana shu reaksiya Kolbe reaksiyasiga o'xshab ketadi. Kolbe reaksiyasi bilan bir xil deyarli. Kaliy nimani biriktiradi? Suv nima? Kaliyga suv qo'shsangiz nima chiqadi? Kaliy hidroksiddan tugaydimi? Vodorod yo'q-a? Chiqadimi? Aytmaysizmi? Yaxshi. Mana bu holat uglerod nechta kislorod ushlab turibdi? Ikkitami? Bitta uglerod ikkita kislorodni ushlab tursa nima? U karbonangidrikmi? Mana bu qismi ham shundaymi? Mana. Ikkita karbonangidrik. Mana bu qismlarga qolib ketdimi? Endi mana bu reaksiya qilishayotgan payt nima bo'lib kirishgandi? H bo'lib kirishgandimi? Kaliyga qaysi qismlar reaksiya qilib ketdi? OH nima qolib ketdi? O'sha vodorod mana bu qismlarni nima qiladi? Yo'qda, qo'shbog'ni ussangiz. O'zi mana shu holatni ussak, nechta quycha qolib ketadi qo'ydi? Ikkitami? O'sha ikkitaga nima keladi? Vodorod kelsa mana Bitta vodorod ko'chada qoladi. Xo'p, mana bitta vodorod degani bitta mana buni o'ziga bersangiz budon bo'lib qoladi-ku. Shundan nechta qatnashadi? Ikkita ham. Tenglashtirmoqchi bo'lsangiz mana ikki qo'yasiz. Nimani oldik? C2 H2. Savollar so'ranglar. Qayerda tushunarsiz? Mana bu holatlarda shunchaki kelib qolishi mumkin. Juda tushunmasangiz yodlab qo'yasiz. Nomi malen kislota. Malen kislotaning qanaqa tuzi? Kaliy tuzi. Elektroliz qildik. Kaliyga suv qo'shishni hamma biladi. Kaliy hasharot. Bitta uglerod nima ushlab turibdi? Karbonangidrit nima? Xo'p, mana karbonangidritda nechta? Ikkita. Bitta vodorod ushlab qolib ketdimi? Ikki tomonni aktiv. Tushunarlimi? Qani yozib oling. Ustoz malen kislota o'zini Ya'ni kumush oksidning nimalarga yetmasi? Ammiaklarga yetmasi. Tushunarlimi? Kumush ko'zli reaksiyasi bor desa mana shu holatni yozib berasiz. Xo'p, keyingisi gidrotlanish kuchaytirish reaksiyasi va keyingi holat bronlik ta'siri. Endi gidrotlanishga bu kuchaytirish reaksiyasi deb ataladi, assidlarni. Xo'p, bu nimaga bog'liq? Biz birinchi darsda shunchaki bir joyni tushunib ketganmiz, qoidada aytganmizki, qo'shbog' bor joyda OH bo'ladimi, yo'qmi? Saqlanmaydi. Birinchi dars aytganmizmi? Yoki bitta uglerod nechta OH saqlanmaydi? Bitta OH saqlanmaydi deganmiz, to'g'rimi? Mana shu holatlar. E'tibor berishimiz kerak. Aslida mana mexanizmni tushuntirib beraman, keyin bitta uni yodlab qo'yamiz. Mana gidrotlanish degani suv degani nima? Suv qo'shsak HOH1. Markovning qoidasi qanaqa edi? Shu Markovning qoidasi bo'yicha boradi. Keyin umumiy bitta holatga kelamiz. Vodorod ko'pchiligiga. Aha. Vodorod kamligiga. Bu yerda farqi ham yo'q. Yo'q. Bitta vodorod tuzish uchun mana bitta bog' uchun kerakmi? Ha. Mana shu bitta bog' ussam, mana endi qarashingiz tushunib ketasiz. Xo'p, mana bu vodorod bunga esa nima bo'lib qoladi? SH2 bo'ladi. SH2 bo'lib qoladimi? SH2. Mana SH2 2 bu. qo'shbog'. Xo'p, SH mi? Mana bu qismga kiradi? OH. Endi mana o'zlaringiz o'ylanglar. Etekifning qoidasi bor edi-ya, qaytaraman. Birinchi darsda aytganmizmi? Endi to'liq tushuntiramiz. Xohlasanglar yozib qo'yinglar, etekif qoidasi deb. Yozib qo'ying, etekif qoidasi. Etika? Ha. Etekif qoidasi. Bir uglerod bir vaqtning o'zida ham OH bir vaqtning o'zida ham OH ham qo'shbog' saqlanmaydi. Ham OH ham qo'shbog' saqlanmaydi. Yozdikmi? Virgul. Xo'p, bitta uglerod atomi
bir vaqtning o'zida ikkita OH saqlanmaydi. Va qayta gruppalanadi. Endi tushuntiramiz buni. Qoidani tushunarli, bitta uglerodni ko'rsang, mana bunaqa holat bo'lmayapti. Beqaror modda hisoblanadi. Endi mana bu holatni qarang, o'tganda esdan chiqdi, mana buni yozdirib, etanni formasini hamma biladi-ya, etilenni C2H4. Masalan, etanni ham bilamiz. C2H6. C2H6dan bitta vodorod kamaytirsak nima bo'ladi? Etil bo'ladimi? Bularni ham mana kamaytirsak, tarixiy nomi vinil ekan. Demak, etilendan bitta vodorod kamaytirsak nima bo'ladi? Vinil. Hozir biz qaysi spirtni oldik? Vinil spirtini oldik-a, lekin bunaqa moddalar barqaror emas. Sabab ham qo'shboq, ham OH saqlaydi. Qayta gruppalanadi degan yuqorib ketmaydi. Bir ugleroddan boshqa uglerodga o'tadi. Xullas, nima qilishimiz kerak maksimal? Maksimal nima bo'lishi kerak? Umumiy holat mana shu qo'shboqni yo'qotishimiz kerak. Tushunarlimi? Yoki mana bu OH saqlamasligi kerak. Xo'p, kimda fikr bor? Nima qilib yo'qotsak bo'ladi? Uzamiz. Ha, uzish kerak, lekin qaytarib boshqa joyga berishimiz kerak. Vodorod tashlash. Yo'q, vodorod emas, mana shuni o'zini o'zgartiramiz. Hech qanday o'zgartirish kiritmaymiz. Faqat birikmalarni boshqa tomonga, boshqa o'rniga ko'chirishimiz kerak. Juda oson lekin. Qo'shboq aytganlaringdek uziladi. Mana bu yerdan qo'shboqni uzilsam, xo'p, mana bu SH2miz necha valyentli bo'lib qoladi? 3 valyentli bo'lib qoladimi? 3 valyentli bo'ladi. Keyin necha valyentli bo'lishi kerak? 4 valyentli. To'rt qilsak, bitta vodorodni bersak, mana yerdan uzib, nima bo'ladi? SH bo'ladi. Qanaqa? Mana bu SH2 edi o'zi, uzdik. Bitta mana bu vodorodni qaytarib bersak, SH3, Keyin mana uglerod, endi qarang. OH maqsa mana buni vodorodni uzdik. Kislorod qoldi. Kislorodni mana nima deb yozaman-da? H deb yozaman. To'g'rimi? yo'q bitta. Yana bitta bor. Kislorodga nima beramiz? Yana. Mana. Tushunarlimi? Nimani oldik? Aldegid. Aldegid sirka. Sirka aldegid. Tushunarlimi? Qayta gruppalanish. Mana shu joydan uzdik. Uzgan joyda mana siqashlik necha valyentli bo'lib qoldi? 3 valyentli-mi? Kekule qoidasi bo'yicha necha bo'lish kerak? Shuning uchun mana H ni bitta beraverdik, siqash bo'ldi. Kislorod bir valyentli bo'lmasligi kerak, nima bo'ladi? Shuning umumiy holat bo'ldi. Keyin esa masalan propenni yozsak, keyin umumiy bitta qoidaga kelamiz, tushunib ketasiz. Propen qanday edi? H3 uglerod. Xo'p. Shunaqa edimi? Bunga ham H qo'shsak, Markovning qoidasi amal qiladi. Markovning qoidasi qanaqa edi? Vodorod ko'paygan. Bo'g'izlardimi? Xo'p, vodorod ko'p qismga mana buni uzsak, SH ga boradi. nima bo'ladi endi? SH. Mana bu SH bo'lib qoladi. Vodorod boradi. Bunisiga OH boradi. OH boradimi? Mana endi tushunib olasiz. SH3 uglerod. Ikkita bog' qoldimi? Ikkita bog'. Mana bu SH edi, SH bo'lib qoldi. Mana bu OH. OH. Yana etik qoidasi amal qilmayapti hozircha, lekin biz amal qildirishimiz kerak. Xo'p, bitta uglerod bir vaqtning o'zida ham qo'shboq, ham OH saqlanmaydimi? Kimda fikr bor, nima qilamiz? U vodorodni SH ga beramiz. Mana bu OH dagi vodorodni nima qilamiz? SH ga. Bunga berishimiz uchun mana bu uzilish kerakmi? Bizda SH2 bitta vodorod. Mana uglerod yozaman. SH3 yozamanda Efir bo'lib qoladi. Keton. bunday deb yozyapman. Ikkita Ikkita bo'ladi. qo'li bilan birikadi. Xo'p, darsni mana shu topshirgan suvga asosida nima bu? Dimetrik. Ha? Nimani aytay? Mana shu nomini ayting. Dimetil Xo'p, keton. mana shunaqa bir keton edi-ya. Ha. Dimetil keton. Tushunarlimi? Savollar fikrlarga kelmadi, so'ranglar. Tushunadimi mana? Markovning qoidasi bo'yicha H nimaga bordi? Vodorod ko'p joyga H2 qildi. OH-chi vodorod kam qismga. Mana shunaqa holat turibdi. Mumkinmi shunaqa holat? Yo'q. Qayta gruppalanadimi? Qayta gruppalamoqchi bo'lsang mana uziladimi? Uzilayotgan bitta H ni berga berib nima bo'lib qoldi? Siqash. Kislorod bir valentli bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Shu bitta bog' berdi. Tushunarlimi? Demak, buni hammasi kuchli reaksiyasi deb ataladi.
Xo'p, adashmasam yili 1881-yil shartnoma. Reaksiya simov tuzlari ishtirokida bo'ladi. Simov 2 plus yoki aniqrog'i simov sulfat. Demak, qarang. Siz alkin yozib ustiga suv yozsa, tepasiga demak simov yozsa, bu kim reaksiyasi ekan? Kucherov reaksiyasi. Tushunarlimi? Kucherov reaksiyasi bo'yicha. Endi bitta qoida yozib qo'ying. Kucherov reaksiyasi bo'yicha. Qoidamisiz? Ha. Alkinlar Xo'p, hidratlanganda tushunarli? Alkanlar alkinlar hidratlanganda faqatgina asetilin aldegid faqatgina asetilin aldegid yozdikmi? Qolgan vakillari esa ketonlarni hosil qiladi. Bu degani nima degani? Albatta katalizator nima? Simov sulfat tuzlari. Xohlagan suv qo'shsang, faqat aksilindan nima olamiz? Aldegid, qolgan hammasidan-chi keton. Xo'p, tushungan bo'lsanglar, mana shu holatni kim ayta oladi? Og'zaki yoki yozma farqi yo'q. Biz nimani yozdik? Nimani yozdingiz? Butin 1. Butin 1mi? Mana shu butin 1ga suv qo'shsak nima chiqadi? Aytinglar qani daftarga, doskaga farqi yo'q. Metil keton. Mana etil, metil, keton. Demak, mana bu qismi bilan etilni beradi, bu qismcha keton qism. Ben metil beraman. Bittasi metil. Tushunarlimi? Yoki yana bitta qo'shsak nimani beradi? Bitta uglerod bu tomonga qo'ysak yoki oshirsak, yana bitta uglerod oshirsak. Butin, metil butin bo'ladi. Yo'qda, metil, propil, keton. Mana shu yerda uglerod bersak gazina nima bo'ladi? Oshadi-ku. Xo'p, oshsa Ha, to'g'ri. nimani oshqiladi? Metil propil keton bo'ladi. Tushundingmi? O'ylamasam mana shu holatni oshqilaverasiz. Faqat aksidendan aldegid, qolgan xohlagan vakildan keton. Sizga qayerda Kucherov reaksiyasi deb bermaydi. Tepasiga simov 2 plus yozadi yoki simov sulfat deb beradi, bo'ldi. Mana bunaqa mahsulot hosil qilsangiz xato bo'ladi. Tushundingmi? Mana bunaqa yoki mana bunaqa mahsulot yozib qo'ysangiz, markovning qoidasi amal qilib xato bo'ladi. Sabab etik qoidasi. Bir vaqtning o'zida ham qo'shboq, ham gidroksid guruh saqlanmaydi. Organik kimyo qilish darsiga o'tganmizmi? Xo'p, keyingisi bromli suvning ta'siri deyapti, bu muammo emas. Masalan, nechta qo'shboq bor bo'lsa, o'shancha birikardi. Masalan, C2H2 ga brom qo'shsak, 1 mol brom qo'shsak, C2H2 bromga chiqadimi? 2 mol brom qo'shsakchi? S2H2 brom 4 bo'ladi. Mana bu yerdagi qo'shboqlar nima bo'lib ketadi? Uzilib ketadimi? Ketadi. Mana shu yerda ikkita bog' uzildi degani bromlar kirib ketdi deganimi? Mana shu holatda demak xulosa qilsak, alkenlar bo'lsa bromli suvni necha mol ranglantiradi? 1 molini. Alkenlarchi 2 molini. Tushunarlimi? Shu yozamizmi? Xolos, mana xolosingizni yozinglar mana. Birinchi alkenga aylanib, keyin alkanga. Mana. 2 mol brom qo'shsangiz. Mana tushunmaganlar kim yozadi? Nima bo'ladi? Qayerdan bog' uziladi va qayerga brom keladi? 3 bog' uziladi. Ha, 3 bog' uziladi. Uziladi, O'shanda brom keladi, o'shanda. Mana. Bittadan brom bo'ladi. Qaraymiz. Mana shu yerdan 3 bog'ni uzun degani. Mana bu tomondan nechta olib kelib uzildi? 2 tami? 2ta. Mana bu tomondan nechta olib kelib? 2ta. 2 tami? Endi bitta va bir keladi. Pastiga. Bitta olib keldi degani bitta brom beramizmi? Ha. 2 ta olib kelib uzilgan uchun 2 ta brommi? 2ta brom. Mana bu tomondan ham 2 ta brom bo'ladimi? Brom 4. Umumiy holat nima bo'ladi? Uglerod, brom, Ikki. brom, Brom.
Mana. Birdan biroq ikki qilmasa ham. Bo'ladi xolasangiz. Yig'inni qilib yozayotgan payt bunaqa qilib yozasiz. Tushunarlimi? Ha. Nimani oldik? Vodoplar saqlanadi. Xo'p, nomi nima? Tetra brom etan. etan. Tushunarlimi? Orbital uzilgan joyga olib borasiz. Tushunarlimi? Qolgan joyga ta'sir qilmaydi. Hozir tashqaridan bitta radikal bersam ta'sir qiladimi radikal qismiga? Yo'q, ha? Yo'q. Uch bog' bor joyga birikadi, to'g'rimi? Mana shu o'zi bittasi H3 bersam, nima bo'ladi? Faqat yana bromlar mana shu joyga birikadimi? Tushunarlimi? Xo'p, keyingisi spirtlar bilan ta'siri deyapti. Mana shu holat. Yoki mana bu teskari qilib yozsak. Reaksiya mexanizmi kim tushunadi? Doskada bor mana. Mana bu qismlarga o'xshash. OH olib ketadimi? Xo'p, mana shu qismga o'xshash. Bitta bilan OH chiqib ketadi. OH chiqib ketadi. Xo'p, biz vinil holatdagi moddalarni olishimiz kerak. Qanday bo'ladi? Jarayon. Bitta qo'shboq uziladi rostdan ham, to'g'ri. Mana shu joydan Qo'shboq uzilgan joyda OH ketadimi? Endi qaraymiz. Mana buni bitta vodorodini bunga bersak bo'ladimi? SH2. Mana bu bitta orbital uzildi degani buni bitta magnetlik kamaydimi? Ha, yaxshi. 3 magnetlik bo'lib qoldimi? Mana qarang endi. Mana bu bitta vodorod qolsa nimaga aylanib qoldi? Vinilmi? Yozib qo'yaman. Xo'p, SH2. SH mi? SH. Bitta bo'sh magnetlik bormi? Ha. Keyin nima bor endi? Nima bilan birikapti? Kislorod. Kislorodning o'zi nimasi bor? Radikalimi? Ha. Mana. Mana bu yerda xohlagan radikal bersak, masalan, SH3 bersak, efir mana bunaqa holat hamma tushunadi. Birinchi dars o'tganmiz. Efirma? Ha, efir. Nomi nima bilan mana shu yerga metil bersam, metil, vinil, efir. Tushunarlimi? Xohlagan holatda yozib ketaverasiz. Yoki etil bersak, etil, vinil, efir. Tushunarlimi? Mana shu holat bu. Spirtlar bilan ta'siri. Endi siyanik kislotlar bilan ta'siri deyapti. Bu ham juda oson. Xo'p, masalan, SH3 uglerod SH. Qaysi qoidaga bo'ysunadi? Harakatchan vodorod bor bo'lgan moddalar degan qoidamiz bor. Markovnikmi? Nima bo'ladi markovnik qoidasi bo'yicha? SH vodorodi bo'ladi. Aha. Mana. Xo'p, mana bu nima bo'ladi endi? Qo'shboq bo'ladi. H2 mana. Nitrillarni hosil qildi. Nitril. Tushunarlimi? Siyanik kislotlarga ta'siri. Mana bunga biron bir suv qo'ysa, keyin tegishli kislotalar olinadi. Xo'p, keyingisi primerlanishi va dimerlanishi. Demak, aktivlangan ko'mir va ammoniy xlor ta'siri ikkovi ikki xil bo'ladi. Masalan, aktivlangan ko'mir ta'sirida yozadigan bo'lsak, atsiklini 3 primerlanadi degani nima degani? 3 molekula deganimi? Ha. Atsiklindan agar 3 molekula yozsangiz, uglerod xo'p. Mana shu holat. Mana shu holat yozadigan bo'lsak, aktivlangan ko'mir ta'sirida bu primerlanadida nimaga aylanadi? O'zlariga o'ylanglar qani? Qanaqa holat bo'ladi? Mana shu uchov birikib yangi bitta moddani hosil qilish kerak. Benzogen. Nechta uglerod bor jami sanasangiz? 6 ta. 6 tami, 6 talik halqa nima? Benzon. Benzonmi? Bitta-bittadan bog' uzilib. Bitta-bittadan bog' uziladimi? Ha, 2. Mana. Endi nima beramiz? Bittadan vodorod. Bittadan vodorod. Nimani oldik? Benzon oldikmi? Ha, benzon. Xo'p, bittadan vodorod uzildida nima bo'ldi? Trimerlanadi modda, aktivlangan ko'mir ta'sirida. Mabodo mana shu. Xo'p. Propilni yozsakchi? Sal qiyinroq endi, sal mashq qilasiz. Mana shundan 3 ta yozsak nima bo'ladi? 3tasi.
9 ta bo'ladi. 9 ta bo'ladi. Keyin propen benzolni beradi. Hop. Yana bitta chizsak. 136 ma. Juda yaqin boryapsiz. 2 4 6 Endi qaranglar. Mana shu 3 taliklar 3 ta mana 1 2 3 3 tasi birikib mana hosil qiladi. Bezor halqasi nima? Bezor halqasini umumiy qilib chizib qo'ysak tushunasizlar? Ha. Xo'p. 2 4 6 mi? Nechilarga birikadi endi? O'zlaring o'ylanglar qani? Nechilarga? Ha, mana uzilib, mana bu holatlar uzilib bitta bezor halqasi hosil qildimi? Nimalar ko'chada qolib ketdi? O'sha metillar nechilarga? 1 5. Yaxshi. 1 3 5. Balki ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Uni faqat Bunisiga bo'ladi, ustoz. Ha. Buni qayta yozsa tushunasiz. Qayta yozasiz, keyin tushunasiz. Oddiy holatda sal tushunish qiyinroq. Yozasiz. Nimani hosil qildi? 1 3 5 mm benzol. Tushunarli mana? Bitta qatnashyapti, ikkita qatnashyapti, uchta. Shu uchtasi birikib nimani hosil qildi? Benzol halqasi. Metillar ko'chada qolib ketdimi? 1-chi, 3-chi va 5-chiga yozdik. Tushunarli? Xo'p, sizlarga mana bundan uyalasa bo'ladi. Butin birni primerlab kelasizlar. Qani nechilarda bo'ladi? Etilli holatga o'tib ketadi. Tushunarli? Xo'p, bu hammasi nima bo'yicha bo'lyapti? Aktivlangan ko'mir. Mana bu Zelenskiy reaksiyasi. Demak, primerlab olyapti. Umumiy holatda nima yozamiz? 3 ta. Mana bunaqa holat keladi, sizga 3 ta CK2 deb yozadi. Bo'ldi, tugadi. Tepada katalizator uglerod beradi. Nimani olamiz? Benzol nima? C6 6. Tushunarlimi? Hammasida katalizator nima bo'lyapti? Uglerodmi? Agar ammoniy xlorid bo'lsa-chi desak, mana bu holatlarga o'xshab ketadi. Ammoniy xlorid katalizator bo'lsa. Masalan, dimerlasak asetlenni. Qarang. SH yana bitta shunga SH qo'shsak faqat katalizator nima? Ammoniy xlorid. Xo'p. Endi kimda nima bor? Fikr. Endi bunday usuladi. Yo'q, bunda endi bunaqa aylanma hosil qilmaysiz-da. Mana bunaqa birikmaga o'xshab ketadi. Sabab katalizator ammoniy xlorid bo'lyapti. Reaksiyani Newlands degan olim o'rgangan. Kimda fikr bor? Tepaga o'xshab ketadi, tepadagi. Juda oson. Shu LH'lar bilan qabul. Bog' uziladi yana. Bog' uzilib tepadagi vinil radikalni hosil qilish kerak. Vinil radikalni hosil qilishimiz uchun nima qilishim kerak? Bitta. Mana vodorod ikki tomonga yozib qo'yay. Xo'p. Nima bo'ladi? Vodorod birikadi. Xo'p, vodorod biriksa mana uni SH2 qiladimi? SH2 SH2 qilishni bittalikda turishim kerakmi? Ha, uzamiz mana bu yerga. SH2 nima bo'ladi? Qo'shboq. S. Xo'p, SH ma? Ha, SH. Aha. Mana nimasi qoldi? Uglerodi. Keyin Bo'ldimi? Mana shu qismni ko'rsang nima deb nomlarding? Asetlenmi? Asetlen. Vinil asetlenni oldik. Tushunarlimi? Vinil asetlen. Xo'p. Endi Nesmyanov reaksiyasini tushuntiraman-da, keyin o'chiraman, mana buni primerlashini yozib bersam bo'ladi. Xo'p, menimcha Nesmyanov reaksiyasining mexanizmi hammaga tushunarli. Nima bo'ladi? Juda oson. xlor. Aha, xlor nimani olib ketadi? Vodorodlar bilan birikadi. O'rniga nima keladi? Vodorod Smog'mi? xlorid. Smog keladi. O'sha bog' uzilgan joyda Aha. qo'shboq mana bo'ladi. Yo'q, mana. Smog. Smog. Plus Vodorod xlorid. tushunarlimi? Bu reaksiya menimcha hammaga tushunarli. Bu bilan bu birikib qashqarni osilyapti, o'rnida nima birikyapti? Smog. Smogning demak bir valentli holati. Tushunarlimi? Mana buni o'chiraman, Nesmyanov reaksiyasini keyin yozib olasizlar. Tepadagini videoda bor-ku. Mana bu tushunarlimi? Ammoniy xlorid deb beradi-da, nimaga nima qo'shadi? Asetlenni o'ziga asetlen qo'shadi. Demak, dimerlanyapti. Agar mana shu katalizator uglerod bo'lmasdan katalizator ammoniy xlorid bo'lsa-chi deb savol berishingiz mumkin. O'shanda jarayon qanday ketadi? Xo'p. SH plus SH.
Faqat katalizator ammonik xlorid. Xo'p, endi kimda qanday fikr bor? Yana o'sha vinil birikmasi bo'ladi. Muammo yo'q. Faqat endi ko'ringlar qani vinil necha marta qatnashadi? Bizga 3 ta uglerod bor. 3 ta ugleroddan bittasini qaysi oylani berish kerak? Alkin oylanimi? Alkin oylar saqlab qolish uchun qanaqa bog' qo'yishimiz kerak? Juda oson. Alkenmi? Alkin oylar saqlanish uchun qanaqa bog' saqlab turish kerak? 3 bog'mi? 3 3 bog' bo'lish uchun nechta uglerod kamida? 2ta. 2tami bu? Mana. Yozdim. 2 qanotda nima beramiz endi 2 ta? 2 ta vinil radikalni beramiz. Nima bo'ladi endi? SH2 SH yo'q deb teskari ketadi-da. Mana. Tushunarlimi? Mana bu holatlar demak, mana bu qism nimani saqlayapti? Alkin vaklini saqlayapti 3 bog'ni. Qolgan ikki tomondagi ikkita vodorod, bitta vodorod mana tomonga o'tdi, SH2 qildi. Yana bitta vodorod mana tomonga o'tdi, SH2 qildi. Tushunarlimi? SH2 qilgandan keyin mana bundan uziladimi? Ha, uzilgandan keyin o'zi ko'ring endi. Mana bu nima bo'ldi? SH2 SH nimaga o'xshab qoldi? Vinil. Qarang, bittasi to'yinda bitta orbital bo'sh qoldimi? Bitta bo'sh orbital degani radikal deganimi? Buni ham qarang. Mana bu qarsini bu tomonga berdim. SH2 bo'ldimi? Bitta bo'sh qoldimi? Mana. Endi uzilayotgan payt mana buni ham o'zini bo'sh orbitali bor edimi? Buni ham bo'sh orbitali edimi? Mana yerda bor edi, keyin mana bu yerda. Umumiy holat. Shu bir ikki nimani oz qildi endi qarang. Buni nomini bilamizmi? Astilenmi? Mana bu radikal nomi nima? Vinilmi? Vinildan nechta qatnashyapti? Divinil. Divinil. Astilen. Tushunarlimi? Savollar? Xo'p, tushungan bo'lsanglar, uyga olsang ham bitta bo'ladi. Mana shu propin yozishga propinni trimerlar kelasizlar. Ammonik xlorid katalizator ishtirokida. Qanaqa radikalasi bo'lishini aytasizlar. Yozib olinglar. Yana butinni nima dedingiz ustoz? Butinni kali bermagan sifatida to'qnashsin deganmi? Ha. Kuchli oksidatsiyalar ta'sirida borsa jarayon, uch bog' to'lib uziladi. Qaytaraman. Kuchli oksidatsiyalar ta'sirida boradigan bo'lsa, uch bog' mana shunga to'lib uziladi. Keyin eski qoidaga qaytamiz. Mana shu joydan uziladi va maksimal nima beramiz? Kislorod. Esimizdami? Ha, esimizda. Xo'p, esimizda bo'lsa mana boshladik. Birinchi holatni o'zini yozaman. Uglerod, 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 yana-chi? Uglerod, uglerod. Xo'p, nima qilamiz endi? Maksimal kislorod berish mana bu. Nechta qabul qiladi? Bitta vodorod. Bitta pastga vodorod berib qo'yamanmi? Yo'q. Ustoz o'rtaga qo'shib bersan. Yo'q, qaramaymiz. Kuchli oksidatsiyalar ta'sirida borsa, o'tganda salqin o'tgan, uzildimi? Bunday uch bog' to'liq uziladi. Nima uchun uziladi? Kuchli oksidatsiya mana bunga ta'sir etkaza oladi. Filtr kaliy bermaganida nima bo'ladi? Sulfat kislorod. Demak, uch bog'ni maksimal uzamizda, uch bog'ni uzgandan keyin maksimal nima beramiz? Kislorodmi? Vadorodni yozaymi yoki? Yo'q, tushunmayapman. Tushunyapsizmi? Xo'p, mana bu. Uzildi. Nima yozamiz? Kislorod bilan vodorod. Mana. Uglerodlar soni nechta? 3 ta bo'lsa, xo'p, propan bo'lardimi? Ha. Bunaqa karboksil bo'lsa, monolik propan. Kislota. Buncha uglerodlar soni nechta? Etak kislota. Etan kislota yoki sirka kislota. Tushunarlimi? O'tganda shuncha maydalayapman. Xo'p. Nima bo'ladi? Birinchi qism. Ikkita uglerod, sirkaga kislorod. Aha. Ikkinchi qismchi mana SH3 mana. Bittasiga Nima beramiz endi? Maksimal kislota. maksimal kislorod beramiz. Mana. Vodorod. Vodorod. Nimani oldik? Uglerodlar soni nechta? 3 tami? 3 ta emas, 4 ta. 4 ta. Bitta kislotami? Bitta kislota. Yoki bitta kislotani 210 beradi. Vodorod Kislota. Kislorod qolib ketdi-ya. kislorod vodorod. Men o'sha Tushunarlimi? Bitta kislota yoki Izokislota. 2 metil propan kislota, to'g'rimi? Izofdan desangiz ham bo'ladi. Mana bunda ham. Ussak nima bo'ladi? Uglerod, uglerod, uglerod. Hop, C2H5. Nima qilamiz endi? kislorod beramiz. Keyin kislorod vodorod. Aha, bunda ham teskari qilib yozsam bo'ladimi? H3, uglerod, uglerod. O, Hash. H.
Tushunarlimi? Nimani oz qildik? Umumiy aksiyazdan bo'ladi hozircha chunki tushuncha yo'q. Unglar soni yig'indisi necha? 5. 5 ham? Nima? Pentan kislota. Kislota. Xo'p, hammasi uch bog' uzilyapti-ya. kislota. Uch bog' uzilyapti-ya. Faqat achchiqligiga bu qoida amal qilmaydi. Xo'p, kaliy permanganat plus sulfat kislota qo'shasizmi shu? Shu to'rtburchak O degani kaliy permanganat plus sulfat kislota deganimi? Xo'p. Endi o'zingiz qarang, nima uchun uzilmaydi desa, masofa juda qisqa. Masofa juda qancha qisqa bo'lsa, bog' shuncha mustahkam bo'ladimi? Shuning uchun atsiklenda bog'lar uzilmaydi. Nimani oz qiladi? Oksalat kislota. Oksalat kislotaning formulasini bilamizmi? Mana bu holatdan ikkita bo'ladi. COH karboksilar shundan ikkita yozsangiz, oksalat kislotani beradi. Faqat aksiklenda bu qoida amal qilmaydi. Qolgan hammasiga uch bog' uziladi. Bundanchi uzilmaydi. Sabab masofa qisqa. Xo'p, yana bu qismini aytinglar qani? Kaliy sulfat, manganez sulfat plus suv. Xo'p, anchadan beri ko'p yo'lashib bermayapmiz. Mana asosiy yo'lashmalar birinchisi. Mana buni yozib kislorod balans qilib tenglashtirib kelasiz. O'tgan dars ko'rsatdimmi? Ko'rsatdingiz. Jasini eslaysizmi? Qachon suv ikki tomondan chiqarardik, qachon chiqarmas? Kimni esida? Vodorodlar tenglashsa suv chiqarmaymiz. Vodorodlar tenglashsa suv chiqarmaymiz. Tenglashmasa suv chiqaramiz. Kislorod balans esimizdami? Ha. Mana kaliy permanganat plus sulfat kislota. Mana bu moddam to'rtburchak O degani nima degani? Kaliy permanganat plus sulfat kislotami yoki nima? Xrom. Kaliy dixromat sulfat kislotami? Mana yo'lashsin. 1 2 3 3ta mana buni 4 ta. Mana shu 4 tani hammasini vodorodlarni yozib chiqarsizda, kaliy permanganat sulfat kislota qo'shasiz. Nima qilib kelasiz? Tenglashtirib kelasiz. Ha, kislorod balans qilib. Esingizda kislorod balans? Ha. Xo'p, bu tushunarli. Endi mana shu bilan tugatamiz. Agar mana shu jarayon oksidlanish yumshoq muhitda borsa, qanday bo'ladi deb savol berishingiz mumkin. Yumshoq muhit degani nima degani? Oksidlovchi endi kuchli emas. Oksidlovchining roli pastroq. Deylik, mana shu jarayon kaliy permanganat plus suv qo'shilsa, muhit yumshoqlashib boryaptimi? Suv qo'shilgani uchun endi nima bo'ladi? Buni ham tushunasiz, muammo yo'q. Hamma uch bog' uzilmaydi-da, ikki bog' uzilib ketadi. Ya'ni qo'sh bog'lar uzilib ketadi. Sigma bog' qoladi. Keyin maksimal kislorod beramiz. Bu tushunarli tepadagi. Buni qaytaraman. Yumshoq muhit bo'ladigan bo'lsa, hamma bog' uzilmaydi-da. Nimalarni olib ketamiz? Qo'sh bog'larni olib ketamiz. O'rniga nima beramiz? Maksimal kislorod. Mana qarang. Hamma tushunadi buni ham. Mana uzdik. 1 2 3 4. O'sha qayerlardan bog' uzildi? Mana shu yerlardan orbitali bo'shmi? Uzgan joyingga maksimal kislorod berasan dedi. Qaysi birlari kislorodga muhtoj? Nechinchi uglerodlar? Mana bu muhtojmi? Yo'q. Uni nimasi bor o'zini? Vodorodmi? Vodorod. Mana bu muhtojmi? Nechta kislorodga muhtoj? Mana shuni deb yozishim to'g'rimi? Yo'q, ikkita qo'l bilan bitgan. Mana. Tushunarlimi? Bitta bo'lsa keton guruh bo'ladimi? Bu nechta bo'lyapti? Ikkita ketonlardan oz qiladi. Tushunarlimi? Keton kislotalardan oz qiladi. Tushunarli? Xo'p, bunga ham mana uzsak nima bo'ladi? Qaysilar muhtoj? 1 kerak emas, 3-chi.